yana o'sha dras hammalarni yaxshi ko'raman. Biz qiyin parkurlardan o'tib ko'ramiz. Let's go. Bu unchalik qiyin emas. Mana endi eri qiyin emas. Botligimiz uchun shunaqa kameratda botlarga yozib keting bot deb. Parkurchi emasman, hekkerga o'xshab, lekin o'zimga o'xshab parkurchiman. Bilasizlar, parkurchiman. Parkurchi bo'lib qo'yaman, nima madru qilib. Parkurchi bo'lish uchun ham shug'ullanish kerak, deganlar. Shu parkurdan o'tsak hisob biz uchun. Birinchi parkurdan o'tgan bo'lamiz. Nayni edi. Faster Pro'dan ham sekin o'tyapman. Faster Pro'ning muxlisiman. Faster Pro shu videoim ko'rayotgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Faster Pro. Faster Pro'ning muxlisiman. Ana endi eri bilet. Qachon o'taman bilmayman, lekin Jigarlar video xudoga ham shukr 2 minutdan o'tib oldim. Videoni boshlayman. Ketdi. Qara ko'tarib yo'qaya. Bilet. Bundan sonra videolar chiqishini xohlasanglar, obuna va like bosinglar. Meni unutib qo'ymanglar. Yoshlar komment yozib ketinglar. Masalan, meni yoshim 17. Balkim 16 dur, qayerdan bilasizlar? Yoshimni to'g'risini aytibman. Yoshimni aytsam, bilib qolasizlar-da. O'shaning uchun yoshimni aytibman. 17 yosh emasman. Voy ban! Hop, bale. O'tdim. Endi nima qilish kerak? Buzib yuborish kerakmi? Orqaga o'tdim mana. Ya, nima qilish kerak? Unda biz otaylik edi. Yo'q bana. Nima deyapti bu? Videoni to'xtat deyapti shekilli. Bratanlar, like va obuna, podpiska kutib qolaman. Sizlar bilan Asadbek bo'ldi. O'tib ko'raman sizlar uchun. Mana edi. Mana edi. Salom berib kiradi. Bo'pti mayli do'stlar. Videoga like va obuna.